Bilasizmi, men har doim odamlar yo'q joyi yaxshi ko'rganman. Chunki bu yerda ichingizdagi, yuragingizdagi hamma so'zlaringiz balandroq eshitiladi. Sezibsizmi, oxirgi payt vaqt juda ham tez o'tib ketayotganini. Xuddi bir kecha to'yimiz bo'lgandek. Mana bugun ikkalamiz suv bo'yida o'tiribmiz. Hali bunaqa kunlarimiz oldinda juda ham ko'p bo'ladi. Odam o'ziga bir qanaqadir seziladimi deyman. Ichimda bir qanaqadir tushunarsiz narsa his qilyapman. Ko'nglim g'ash. Yana o'sha gaplaringni boshladingmi? Sizga to'yib qaragim kelyapti. Chunki siz meni eng chiroyli uchrashuvimsiz. Hayotimdagi eng bir katta sovg'asiz. Men ham sensiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Unaqa demang. Odamlar keladi, ketadi. Ulardan go'zal xotiralar qoladi. Men seni hech qayoqqa qo'yib yubormayman. Bilaman. Siz meni qo'yib yubormaysiz. Lekin ba'zi ishlar odamning qo'lida bo'lmas ekan. Men juda ko'p o'ylayman. Kelajak haqida, siz haqingizda. Biz haqimizda. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Agar meni bir kun sog'inib qolsangiz, o'zingizni qiynamang xo'p. Meni eng baxtli holatimni eslang. Kulib turgan paytlarimni eslang. Siz oldingizda bo'lgan vaqtlarimni eslang. Nimaga bunaqa deyapsan? Bo'ldi aka, rahmat. Bo'ldi, o'zim qivoraman aka. Sevara, 3 kundan keyin xorijga uchamiz. 3 kun? Ha, 3 kun. Nega unaqa gapiryapsan? Yo'q, o'zi odam yashashga shuni o'rganib qolar ekan. Bir kunni ham qadriga yetib qolar ekansiz. Kasallik menimcha seni qo'rqityapti. Oldin oddiy narsalarga e'tibor bermasdim. Quyosh chiqishiga, suv ovoziga, shamol. Hozir hammasi boshqacha tuyulyapti. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xorijga boramiz, davolanib qaytasan. Dard menga vaqt qanchalik qadrliligini o'rgatdi. Siz yaxshi odamsiz, Otabek aka. Men buni hech qachon unutmayman. Bo'ldi, dokumentlar tayyor. Ketsak bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Otabek, men keldim. Bo'ldi, chiqyapmiz. Xo'p bo'ladi. Chiqyapmiz. Sevara, menga qara. Sevara, ko'zingni och. Meni qo'rqitma. Sevara, menga qara. Alo? Sevara, menga qara. O'zingga kel. Nima bo'ldi? Sevara, ko'zingni och. Sevara, ko'zingni och. Qiziq. Biz butun umr pul topish uchun yuguramiz.
uy quramiz, mashina olamiz, boylik orttiramiz. Lekin hayot tugayotgan pallada inson na uyini eslar ekan, na mashinasini, na hisobdagi pulini. U faqat insonlarni eslaydi, onasining ovozini, otasining nasihatlarini, farzandining kulgisini, yaqinlarining mehrini. Hayot bizga hech qachon tayyorlanib ol deb ogohlantirmaydi. Bir kun oddiy kun kabi boshlanadi va kim uchundir oxirgi kun bo'lib qoladi. Bir kun oxirgi suhbat bo'ladi. Oxirgi qo'ng'iroq bo'ladi, oxirgi uchrashuv bo'ladi, lekin biz buni o'sha lahzada bilmaymiz. Bugun yoningizdagi insonlarni qadrlang. Ularning ko'nglini oling, ko'ngliga yo'l toping. Yaxshi so'zni aytishga kech qolmang. Mehr ko'rsatishga uyalmang, chunki qabrlar armon bilan to'lgan. Aytilmay qolgan so'zlar bilan, qilinmay qolgan yaxshiliklar bilan. O'lim esa yosh tanlamaydi, boylik tanlamaydi, kambag'allik tanlamaydi. U faqat keladi va kelganida qo'limizdagi butun dunyo ham bir soniyani sotib ololmaydi. Shunday ekan, bir-biringizga mehr bering, bir-biringizni asrang, chunki inson insonga g'animat.